Kofe ichayotganingizda qog'oz stakanchikda kofe ichyapman deb o'ylaysizlar-ku. Chunki usti qog'ozda. Aslida buni ichida plastik. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Ichki qismidagi plastik ham ochildi mana. 70 gradus va undan baland bo'lgan ichimlik bilan kontakt qilganda plastik ichimlikka migratsiya qilishni boshlaydi. Bu narsa bo'yicha tekshiruvlar ham o'tkazilgan. 85 gradusli suvni ushbu stakanga quyib, 15 minut kutishgan. Asosan 15 minut ichiladi. Kofe, choy va 15 minut ichida suyuqlikda 25 ming mikrochastitsalar aniqlangan. Hammaga ko'rinyaptimi? Gormonal sboy va keyin onkologiya.